Ya Robbim, kech keldim. Ammo keldim. Meni rad etma. Bir do'stim bilan suhbatlashib ketayotgandik. Masjid yaqiniga kelganda undan biroz kutib turishini, men ibodatimni yakunlab chiqishimni iltimos qildim. U hazil aralash, men ham kirsam Xudo kechirarmikan-a deb kulib qo'ydi. Albatta. Kirib nima deyman unga? Ya Allohim, ya Robbim, kech keldim, ammo keldim. Meni rad etma. Meni rad etma ya Robbim deysan tamom. U biroz o'ylanib qoldi. Yuzidagi tabassum darrov aksiga o'zgardi. Indamay ortimdan kirdi. Men uni masjidga kuzatdim. O'zim tahoratxona tomon yuzlandim. Men masjidning boshqa tomonida namozimni ado qildim. Yetar chog' do'stimni oldiga bordim, ammo uni topa olmadim. Tashqariga chiqib ketgandir deya ko'chaga chiqdim. Masjid hovlisidan ham topa olmadim uni. Qalbimda biroz shubha ortdi. Noto'g'ri gapirib qo'ydimmikan yoki ketib qoldimikan-a deb raqamiga qo'ng'iroq qildim. Javob yo'q. Yana qo'ng'iroq qildim. Yana javob yo'q. Biroz xijil bo'lib masjidga kirdim. Masjidning bir chekkirog'iga o'tirib, qilgan ishlarimni sarhisob qilay. Qayerda xato qildim? Ranjitdimmi, yo'qmi deb o'ylay boshladim. Mendan sal nariroqda kimdir past ovozda yig'lardi. Tajiblanib qarasam do'stim ikki qo'li bilan og'zini mahkam yopib yig'layapti. Tanam muzlab ketdi. Indamadim. Ortidan jim kuzatdim. U nimalarnidir pichirlar, iltimos kechir derdi. Ko'zim yoshlanib uni kuzatib turaverdim. Qalbini bo'shatmagunicha bezovta qilmay dedim. Birozdan so'ng u meni payqadi. Masjiddan chiqquncha lom-lim demadi. So'ng chuqur nafas olib, "Sen yomon do'st ekansan. Juda ham yomon" dedi. Hayratim yanada ortdi. Indamay unga qaradim. U "Shuncha yil menga namoz o'qishni o'rgatmading" dedi. Nafasim tiqilib qoldi. Hozir bu birodarim ichmaydi, chekmaydi. Umr islomda go'zal ekan deydi. Robbim, men ham keldim. Ya Robbim, men ham keldim. Kech keldim, ammo keldim. Iltimos, meni ham rad etma. Ushbu hikoya Sakina kanalining Telegram sahifasidan olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.